Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi beriladigan ma'lumotlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Namozov haqida. Ma'lumotlarimizni boshlashimizdan oldin kanalimizga obuna bo'ling hamda bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Assalomdan boshlayman, yeng shimarib oshlayman. Dardingizni olgani, do'stijon bardoshlayman. O'ynab kuling yoronlar, yoshqari mehmonjonlar. Ravshan Namozov 1961-yil 10-iyul kuni Surxondaryo viloyati Termiz shahrida tavallud topgan. Otasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdurahmon Namozov. Onasi aktrisa Saida Qodirova. Ravshan Namozov to'ng'ich farzand bo'lgan. 6 nafar ukasi va 5 nafar singlisi bo'lgan. Musiqa va cholg'u asboblarini chalishga bo'lgan qiziqish bolalikdan paydo bo'lgan. 1981-yilda harbiy xizmatni o'tash uchun Rossiyaning Saratov viloyatiga xizmatga yuborilgan. Harbiy xizmatda ilk vokal cholg'u ansamblini tashkil qilgan. 1983-yilda harbiy xizmatdan qaytgach, Termiz shahridagi Mannon Uyg'ur nomidagi musiqali drama teatrida ish boshlaydi. Teatrda ishlash mobaynida Behruz nomli guruhni tuzadi. 1990-yilda Toshkentga ko'chib keladi va o'sha mashhur Qars guruhiga asos soladi. Bu guruh bilan ko'plab xorij davlatlarida gastrollarda bo'ladi va konsertlar beradi. 1990-yilda Qozog'istonda o'tkazilgan birinchi xalqaro musiqa festivalida Grand Prix sohibi bo'ladi. Xalqimiz orasida Ravshan Namozovning Xayol, Yor yoroney, Chipradalli, Kovushim, Mana shundoq qo'shiqlari juda mashhur. 1993-yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Hayyor yor yoriman, kelgil yor o'ynaylik. Hayyor yor yoriman, kelgil yor o'ynaylik. 1986-yilda Muhabbat Namozova bilan turmush qurgan va 2 o'g'il farzandli bo'lgan. O'g'illari Behruz va Temurxon otalarining izidan borib, san'at sohasida o'z ijodlarini davom ettirib kelmoqda. Ravshan Namozov 2022-yil 24-sentyabr sanasida uzoq davom etgan og'ir xastalik sababli 61 yoshida vafot etgan.